Assalomu alaykum qizlar. Xayrli kech. Bugun kech qolib ketdim. Hop, va'da qilingandek atirgulli motiv o'rganamiz. Undan oldin sizlarga to'qishdagi boshlang'ich choklarni, ya'ni chok deymiz, ko'rsatib beraman. Ya'ni hozir men sizlarga zanjirni ko'rsatib beraman. Buning uchun 2,5 kurchokdan va o'zimda bor ipimdan foydalandim. Hop, birinchi qiladigan ishimiz ip olamiz. Hamma har xil qiladi. Men lekin har doim mana ikkiga buklab olaman deb teginimda qilib yaxshilab mana o'tkazib olaman. Mana bu yog'iga kattaroq bo'ldi. Teginimda tortib olaman deb bunday tortib olib kichkina qilib kurchokka moslab olaman. Mana iplarni narsa to'qiyotgani bekitib ketsa bo'ladi. Biz hozircha ko'rganimizcha muhim emas. Mana qaranglar. Endi ushladim. Mana ip ushlashni ko'ryapsizlar. Mana bundoq qilib ikkita qo'limni ichiga o'tkazib tagidan tortib turaman. Mana chiqargan ipim va mana kurchok bilan ip ilib mana ichidan chiqaraman. Halqa ichidan. Halqa deyman. Mana qaranglar. Mana o'ng tomondan kirib chiqaraman. Kirdim. Olib chiqdim. Kiraman. Olib chiqaman. Kiraman va yana olib chiqaman. Ip ilaman, kirib olib chiqaman. Ip ilaman, kirib olib chiqaman. Yana kirib olib chiqaman. Kattaroq bo'lib ketdi. Yana qaytaramiz. Mana bundoq qilib tortib olib, mana bir xil bo'lsa chiroyli bo'ladi. Kirib olib chiqaman. Mana qizlaman bunda turibdi. Qo'limda qilib ipni ilib olib chiqdim. Ilib olib chiqdim. Mana qizlar, bu zanjir deyiladi. Hammalar mustaqil shunaqa zanjirdan 20 tacha to'qib olinglar. To'qib ko'ringlar. Juda ham oson va hamma narsani boshlashdan avval zanjir olinadi. Ko'p narsalar. Mana ilaman, olib chiqaman. Mana qiyin emas, lekin boshlayotganlarga qiyin. Mana kurchok ushlash hamma har xil ushlaydi. O'zingiz o'domda qilib ushlab, ipni bu yoqdan tortib, pastidan tortib turib, mana olib chiqaman. Olib chiqaman. Ilaman, olib chiqaman. E'tibor beryapsizlarmi? Ip ilib, mana buning halqasini ichidan olib chiqdim. Ip ilib olib chiqdim. Bu zanjir qizlar.